Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizani uzoq yaqindan ko'rib, kuzatib o'tirgan, musofirda yurgan vatandoshlarimiz. Bugun ham sizlar uchun navbatdagi ajoyib, arzon narxda bekardan bekar aytmadim, sifat hamda ajoyib sifatli 400 kvadrat metr 14-29 eni bo'yi pishgan karushdan baland qilib solingan, shu ko'rib turgan hovli joy sotuvga chiqdi. Urgan shahrimizda ajoyib tochkasida местоположение lokatsiyasini gap yo'q azizlar. Manzil bo'ladi Urganch Xanqa yo'li, Turonbankning orqa tarafida joylashgan. Shu ko'rib turgan hovli joy sotuvga chiqdi. Narxini bekardan bekara birinchi narxini aytmadim azizlar. Narxi ajoyib narxda zudlik bilan sotiladi. Ya'ni garajin ham ega, bog'in ham ega. Azizlar, pishgan karushdan solingan, baland qilib bostirilgan azizlar, bunachilar sifatida gap yo'q. Dalollar ham keng, hozir sizlar bilan birgalikda ichki va tashqi qismini danishib ko'rib chiqamiz. Narx ham ajoyib narxda. Narxni video davomida yozib qoldiramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ngan miningning narxda hovli joy olib bilmaysiz azizlar. Birdan like-ni bosing boshlardan bizani ko'rib kuzatib boring. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Ajoyib shikarli hovli joy aziz yurtdoshlar. Tashqi qismına keladigan bo'lsak, yana fasad qismi shu ko'rib turganlaringizdek ajoyib. Üstünde navis ham qilinib, bosilinib turibdi. Ko'chalarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'chasi ham dosh qilingan, kengina, bir emas, 2 mashin bemalol o'tib qaytadi. Transportdan muammo yo'q aziz yurtdoshlar. 4-avtobus, 9-avtobus ishkingizni allandan o'tib turibdi aziz yurtdoshlar. Gaz, svet, suv, ulardan muammo bo'lishi mumkin emas. Urgan shaharni o'zida maktab, bog'cha hammasi yo'da mujassam. Hattoki Wi-Fi internet ham bor azizlar. Birinchi bo'lib garajning ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni elde quyilgan garajdan kanalizatsiya turibdi. Bir emas, 2 kanalizatsiya bor aziz yurtdoshlar. Sentralning umuman e'tibor beringlar, to'lib ketmaydi. Shuni stashketib quyilgan mashina kirzib qo'ymoqqa. Garaj ham mustahkam. Demir garajdan yine. Üstüne eyvan etip koydular. Garajni üstünde yazın günü bemalol o'tirsa bo'ladi yine. Hacklanib chiqib turibdi garaj aziz yurtdoshlar. Bir ham quyilgan, stashka olib ajoyib bo'ldi. Razmeriga keladigan bo'lsak 4-5 razmerda bo'ladi garaj. Bemalol qo'lni katta ham sig'ib turadi. Shuni desam adashmon bo'laman. Joyimizning eni bo'yi 14-29. Azizlar, yana zinadan chiqib eyvondan ko'rsatib o'taman hozir. Eyvon yozgi. Hazreti yeb o'tirasizlar garajning usti. Bunda gaz sho'chik tayyor holatda. Dokumentlardan muammo yo'q azizlar. Dokumentim 100% tayyor, kadastri doğru adınıza ötedi. Zinalar taxta zinalardan. Zinam teynəm işinin bir nəsə eşik koyub verib, meydəçüydə koyuşan masajlar qoydular, unumlu faydalanıb. Burçat yakılıngan eşik gəldi. Yəni, yukarınız naviz plastikdən basılmayıb, lampçiyelərə, meni qalanlar koyulub durdu. Burçat gələn çıxqan zeloni zonası var. Əzizə, yəni tut tarafta meyve bəri yiyib durad da, şal tut ilə. Mellənəm ilə stashka qılıb bərgəllər. Yəni, işləyənlərəm stashka xalaqlarınıza işləyənlərə maşindan çıxarıb qoysanız da boladı. Sokullar ilə kafil ururlar. Aynalar deşənə qalan plastik ayna ramlardan. İndi svetli şutçiki. Əzə bu nasıl? Zinalar stupinke koyulub durdu. Bismillah da içeri kısmına giremiz. İçki kısmından danışıp çıkamız. Like basmam olsanız bir tane like basın. Şunun joy hammaga nasib etsin. Bismillah. Giriyemiz katta dalan bo'ladi aziz yurtdoshlar. Dalanning kengligine qaranglar. Patolog figura berilib, tayyor olib turibdi lyustrasi bilan. Azizlar, baland qilib bostirilgan katyol girganimizdan o'ng tarafda yana katyolu. Ayak teler taxta pol.
Oboydan chiqib turibdi. 100% oboydan chiqqan. Bunu açalar. Görüşeceğiz mümkün. Ayaktiler o hala. Birinci olup on tarafta kuxnya. Kuxnyasan gengine oynasan dişanakan profilden registrler bu. Oboydan çıkıp turibdi bu. Rozetkalar bu. Kuxnya garniturlar tayyor. Hamma narsa tayyor. Ayaktiler taxta pul. Uğullar ham qilingan ekan. Eshik MDF eshiklari. Chap tarafda birinchi xonaga kiramiz. Birinchi xonamiz ham ajoyib baland qilib bostirilgan spalniy komnata bemalol doğru keladi. Perdeler ham tayyor. Eshiklar MDF eshiklari. Uyimiz bunda rakovina qo'yilgan. Suv bor. Aziz yurtdoshlar, bu yan tarafta sanuzel. Girgenizde şimdi kir maşin koyulgan, kir maşin totşe, kir yumaka, unitaz, ayakti kafel, yanında vanna, bani. Benim kafelden çıkan aguba. Azizler. Düm acayip kılıp koydular bende kir yuvadan tabi yanında bani kılıp koydular. Benim sivetten fondan çıkıp durdu. Çap tarafta bir deski komnata tushganina cho'yin batareya registrlar bor. Oppoq fondan chiqqan. Patologlar yana baland qilib bostirilgan aziz yurtdoshlar. Eshiklar ham def eshiklari. O'ng tarafda zal bo'ladi. Katta zal qaranglar. Bom oboydan chiqib turibdi zal ham. Uchtar ko'rsalam taraf patolog figura berib ishlangan lyustra qo'yilgan. Baland bostirilgan aziz yurtdoshlar, shunga ham e'tibor beringlar. Baland bostirilgan pishgan ko'rishdan. Güzel. Ayaktelar taxta pol. Plintusga qaqilgan. Baland bostirilgan joy zo'r bo'ladi. Yana pishgan ko'rishdan plus. Eshiklar MDF. Bu yanda yana bir spalniy komnata. Bomini dar emas, gengina. Baland bostirilgan bom. Oppoq fondan chiqib turibdi. Azizlar, endi bog' tarafini ko'rib chiqamiz. Qarang yana. Yine dalonni deshan tarafdan girib kelish eshigi. Qarang kenglikini, qarang dalonni azizlar. Ajoyib. Bog' tarafini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bog' tarafidan bir yeri moy yoqdi. Parda bilan eshikni beklab gizlab qo'yibdilar. Şu an e'tibor beringlar. Bog' tarafına chiqamiz. Yine bog' taraf. Mevali daraxtlar ekilib turibdi. Üzüm deysizmi? Qoralimi? Hamma narsadan bor. Chiqqan yeringizda chap tarafdan bir eyvon. Topchan. O'ng tarafdan o'tilgan. Topchan deshanda yozda o'tirmoqqa bemalol to'y tomosha tadbirdan so'rsangiz bo'ladi. Ayaktilerim qo'yilgan zinalar. Steshya qilib birbirine yo'lak qilib steshya qo'yganlar. Unda üzüm daraxtlar. Meva berib turadi tabi. Bolgarskiy burchlar pishib turibdi pishib. Bog'ina qarab o'tirgan mulk egasi azizlar parvarish qilib, salam olib qarashtirib bersangiz ajoyib bog' yana. Uyning orqa tarafidan görünüşü. Plastik ayna ramlar. Azizlar, yozgi hojatxonasi. Bu yan tarafda kladovka degan bir xona bor azizlar. Buni qo'ymoqqa, bana bir tandir qo'yib bersangizlar, non yapmagan bo'laveradi uyda. Ajoyib bog'ona ega. Qarang baland bostirilgan. Bu ko'chada bir dona bo'lib baland bostirilgan joy bo'lib turibdi azizlar. Zo'r joy. Joyga gap yo'q. Gelish kerak, olib turib yashash kerak. Rasxod ham aytib o'tirmaysiz. Tayyor holatda. Plan ham ajoyib plan. Sizlar bilan birgalikda 400 kvadrat metre ega bo'lgan 100% pishgan karishdan solingan, diklangan
14'e 29 eni boyu hovli joyini ko'rib, danışıp obzor qilib chiqdik. Boshda eldindan so'rayman, narxini aytmasdan buni niyat etgan bo'lsangiz bir dana like ni bosing. Xudoyim shu 2025-yilda niyat etgan yurtdoshlarimiz uchun shu joylarni olib, kelib, yashab, to'y berib o'tirish nasib etsin. Narxi $75,000 azizlar, vajlari bilan. Jihozlari bilan, shu uning ichida ko'rgan jihozlari bilan kelish $75,000 dan ham kelishilgan holda qaytib kelishib beradilar, sotiladi. Bir narsa e'tibor beringlar, $75,000 400 kvadrat metr hovli joy olib bilmaysiz. Hozir 2 qavatli 200 kvadrat metrni kami $80,000 topsangiz bo'ladi. Bundan $80,000 topib bilib olsangiz 200 kvadratlan shunday bo'lib ketdi azizlar. Yana bu pishgan karushdan 100%. Narxi lekin dim ajoyib arzon narxda azizlar, shalant narxda. 75,000 dan ham qaytib bersaklayman. Zudlik bilan sotiladi. Sroshni puli bor odam sraz kelsa, sraz $75,000 dan qaytib, ko'rib turgan jihozlari bilan kelishib olaversa. Bunday narxda lekin 400 kvadrat metr joy olib bilmaysiz. Azizlar, bizning shu sohamiz shu. Biz shuni ichida yurganimizdan keyin joylarning narx-navosini bilamiz. $75,000 joy yo'q. 400 kvadrat pishgan kavushdan solingan. Kvadratdan ham e'tibor bering azizlar. Ya aytganimizning 200 kvadratmi, 180 kvadratmi, hattoki 150 kvadratni hozir kami $80,000 aytib turibdilar, $80,000 sotilib turibdi. Bu lekin dim arzon narxda aziz yurtdoshlar. Zudlik bilan sroshni sotiladi, shuning uchun arzon narxda foydalanib qolinglar. Zo'r imkoniyat, joy olamonda yurgan, izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun joyga gap bo'lishi mumkin emas. Hech bir rasxoti yo'q. Hech bir aybi yo'q. Faqat olish kerak, kelib yashash kerak. Plyusini ham jihozlari bilan sotchaqlar. Foydalanib qolinglar yana. Yana jihozlar. Ko'rib turganlaringiz. Sizlardan bir dana like olsun. Bize ko'p gaplab o'tiramiz. Bu video rolikimizni ajoyib, shikarniy joy izlab yurgan yaqinlarga tarqatib qo'yinglar, yuvarib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun faqat arzon joylarni ko'rsatib tanishtirib boramiz. Urganch shahrimizda zo'r mesta plajinada joylashgan joylarni ko'rib borasiz bizning kanalda. Agar kimda kim ko'chmas mulkini sotchak bo'lsa, sotolmay o'tirgan bo'lsa, bizlarga telefon atinglar. Bizlar bilan tez va oson sotasiz. YouTube'dan tashqari Instagram, Telegram, xullas 4-5 kanallar qo'yib chiqarib beramiz reklama qilib. Ya bo'lmasa sotishingizda amaliy yordam qilamiz. Sizdan oxirida bir like so'rayman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Niyat etganlarga nasib etsin shunday hovli joylar.